Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz do'stlar, aziz chorva muxlislar. Bugun Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Chorshanba Qaroburuq mol bozoriga yetib keldik. Bugungi narxlarni boqma o'tkiz narxlar bilan tanishtirib boramiz. Bugungi chislamiz 4-mart hafta kuniga chorshanba, yilimiz 2026-yil. Do'stlar, ko'rsatib boramiz boqma o'tkizlarni. Ketdik, boshladik. Aka, savdo bo'ldimi bular? 21'den. 21dan ketdimi? Mana realni sotilgan joyi 21 million so'mdan sotildi. Bo'ylari 1.20, 1.25 borda. Mana 21 million so'mdan sotildi. Mana videoda odamlar ko'ryapti. 39 million so'm aka. 39 millionga sotildi, ha? 39 million baraka bo'ldi aka. Ha, 39 million so'm baraka bo'ldi. Joy viska 180 ta 190 ta yuki ham bor mollarni. 100 mingdan tushyapti kelasiz. Sog' bo'ling aka, rahmat. To'g'ri ma'lumot berganingiz uchun. Endi kimdir noto'g'ri gapiradi, kimdir allaydi. Shundayda. Assalomu alaykum. Zo'rmisiz? Nech pul deyapsiz? 25 deyapman aka. 25. Sizdanmi bu? Bozor nech qildi? Bozor 21.5-22 har xil aka. Realni nech pul qildi realni? 22. Bermadingizmi? Yaxshi narx bo'pti-ku 22. Beraversangiz bo'laydi aka. Chiroyli narx bo'pti lekin. Zo'r narx bo'pti mana. Keyingisiga o'tamiz. Nomer qo'yasizmi? Nomer qo'yasizmi yo bittami? Bitta, ha? Sotilib ketadi bu. Sog' bo'ling aka, soting. Keyingisiga o'tamiz. Aka, zo'rmisiz? Aka, oldirma. Xolos, nech pul deyapsiz? 25. Aziz do'stlar, mana boqma o'tkizlar bular. Mana bularni olib boqib tashlasangiz. Bozor nech qildi aka? 20? 20 ga yo'qmi? 20 million so'mda bozor. 20 ga qo'shsa bitadimi hozirroq? 20 million qo'shsa bitadi. O'zi bitta ekan, nomer o'tmaymiz aka, sog' bo'ling. Xolos, zo'rmisiz? Nech pul deyapsiz? Narx nech pul deyapsiz? 25 deyapmiz aka. 25. Bozor ertalab 20 chiqdi, hozir 22. 22 dan o'tib kelib ketdi. O'kiz bozor, apasini bozor. Bozor 23 qildi dedingizmi aka? Ertalab 20 chiqdi, hozir kam turyapti. Ertalab 23 millionga bermabdi ekan. Sog' bo'lingizlar aka. Aha, mana. Buni nech pul deyapsiz aka? Sizlardan 22 deyapti. 22 million so'm so'rayapti ekan aziz do'stlar. 22 deyapmiz. 22 baho qo'ydi. Bozor nech chiqdi? Bozor hali jazman so'ramayapti. So'ragan. Bozor so'ramabdi hali jazman. Nomer qo'yasizmi aka? Nomer qo'yasizmi? Ha, nomerini aytay. Va Furqat. Nomerini aytay. Ayting. O'zini ham chiqib. Mayli aka. 93lik 523 0281 85 85 ga telefon qilaverasizlar aziz do'stlar. Izi ko'pmi? Topib beraverasizmi? Topib beraverasizmi? Izi bormi? Izi bor. Bo'ldi. Xo'p, sog' bo'lingizlar aka. Telefon qilsa topib beraverasiz. Hadi bir ketib. Chiqdi. Aziz do'stlar, mana keyingisini ko'rsatamiz. Aka, nech puldan deyapsiz? 28. Bozor 23 million so'rayapti. Bermayapsizlarmi? Boqma. Boqma ovoz. Mana, yani savdo bo'layotgan joyida. Yani savdo bo'lyapti. 23 millionga bermayapti ekan. Yeringga endi. Barakda bor. To'yga yaxshi.
Aka 23 ga sotildimi bu? 23 millionga sotildi, hurmatli aziz do'stlar. 23 millionga realni sotilgan joyidan. Boqma. Aka zo'rmisizlar, charchamasdan. Nech million deyapsiz? 26,5 ga yo'q. 26 million 500 mingga yo'q. Baho nech pul aka o'z bahosi? Aka bahosi nech pul o'zi? 32? 32 million so'm. 35 dan berdim. 30 million bo'lsa beraver ekan. Aziz do'stlar. Arbakat. 26 million 500 mingga bermayapti ekan. O'zi bitta ekan, numar o'tmayapmiz. Aka sog' bo'lingizlar. Keyingi so'ytamiz. Aka, nech pul deyapsiz? Olaveraymi? Shunikimi? Qo'ya, o'z bahosi nech pul? Savdosi bo'lyapti. Nech pul deyapsiz o'zi? Qashqadaryo Nech puldan deyapsiz o'zi? Mayli, siz olmaymiz. Ha? 22 million. Savdo nech pul bo'lyapti? 20 million so'm so'rayapti ekan mana. Realni savdo bo'layotgan joyidan. Yomg'irli bozor. Ha, yomg'ir. Aziz do'stlar, hamma joy loy bo'lyapti. Ayibga bermaysizlar. Mayli, sog' bo'lingizlar. Keyingisini ko'rsataylik-da. Keyingisi. Nima bo'ldi? Savdosi bitdimi? 21 ga bermayapsizlarmi? 21 millionga berilmayapti. Aziz do'stlar. 21 yarimga chiqibdi. Boqma o'kkiz aziz do'stlar. Buni boqish kerak-da. 50 millionlik o'kkiz bo'ladi, nasib Xudo xolasa. Chiroqchi mol bozori. Real savdo bo'layotgan joyidan. 21 million 500 mingga berilmayapti. Hamashinimi? Hamash chimdi mol ekan. Yani savdo bo'layotgan joy. Vodiydan savdo qilyapti. Vodiylik akalarmi? Ha, mehmon. Mehmon akam savdo qilyapti. Ha, mehmon. Mehmon akamiz savdo qilyapti ekan. Sog' bo'lingizlar aka. Qo'yamizmi palvon? Qaysini savdo bo'lyapti? Nech pul deyapsizlar aka buni? Aka nech pul so'rayapsiz? 35,5 million. Egasi so'rayapti. Savdo nech pul bo'lyapti? Oluvchimi? 35 million 500 ming so'm so'rayapti ekan oluvchi. Mana realni savdo bo'layotgan joyida bu yerda. Aziz do'stlar, bugun mol kam kirgan. Borini ko'rsatyapmiz. Mana 35 million 500 ming so'mga berilmayapti. Aka bahosi nech pul o'zi? 40 million so'm baho qo'yildi ekan. Savdo bo'layotgan joyda. Keyingisini ko'rsatamiz. Shu ko'rsataylik. Bo'ylari 1.55, 1.60 bor. Aka zo'rmisiz? Charchamasizmi? Nech puldan deyapsiz? 60 million deyapsiz. 60? 60 million so'm so'rayapti. Haraka. Ya bo'ldi. Va bekki Bozor nech qildi palvon? 50 Realni savdo bo'lgan joy nech pul bo'ldi? 52 berilmami? Qo'shsa beriladimi? Aziz do'stlar, 52 ga berilmabdi.
Yoshi necha yosh? 4 yosh. Orqalardan ko'rsatamiz. Azizlar. Orqalar. $52 millionga berilmadi. Xo'sh. Bugungi videolarimizni shu yerda yakunlaymiz. Aziz do'stlar, videoda xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Obuna tugmasini bosib qo'yingizlar aziz do'stlar. Nasib qilsa mingta bo'laylik. Allohga oson. Sizlar bir qo'llab-quvvatlasangiz mingta, 2000ta, 3000ta ham bo'lib ketaveramiz. Aziz do'stlar. Aka 1 minut. Videolayapsiz. Telefonga olayım. Bo'ldi aka.